Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yana bitta neoplastik ishimizni o'z xonadon egalariga o'rnatib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin, burchak holatda bo'lgan ishimiz. Bularimiz ichlarida обязательно bonuslariga qilib berganmiz. Musulchilarim yaxshi smesitellar Baum firmaniki. Kargo sujurlarimizni ham joylab berganmiz. Xaladonlarga keladigan bo'lsak, tandem mexanizmi Daunchilida bo'lgan. Shkaflari ham chuqurgina. Yuqori qismida esa ikkitali polkali qilib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin chiroyli qilib. Bu yerda esa sushilkalarni joylab berganmiz. Hop, do'stlar, bu ishimizga keladigan bo'lsak, asosiy joyi рабочий zonasi искусственный toshdan bo'lgan. Chekalari ham plyonchuslari o'zidan quyilgan holatda bo'ladi. Orqalari esa kafil granit. Svetlarni ham montaj qilib berganmiz, diodlarni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak